Xayrli kech azizlarim. Ko'p savollaringizga javob bera olmayapman, lekin harakat qilyapman, harakat qilaman hammasiga javob berishga inshaalloh. Bu manimchalik psixosomatika kasalliklari yana 1-2 kun davom etsa kerak. Xo'p, endi sizlarga bosh og'rig'i, mana shu og'riq qanaqa signal beradi, nima deyapti, keyin soch to'kilishi, soch chigallashib ketishi, bu nima degani, nega soch chigalib ketadi birdaniga, nega to'kilib ketadi, mana shular haqida ma'lumot, kerakli, foydali ma'lumot qoldiraman va raskolkaviy yechimlarni ham qoldiraman. Xudo xohlasa qog'oz ruchkalaringizni tayyorlab oling. Bosh og'rig'i demak migren, qon bosimi, mushak spazmi va soch to'kilishi gormon temir yetishmasligidan, qalqonsimon bez stressdan bo'ladi. Tibbiy sabablariga ega ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham tekshiruv kerak. Psixosomatika esa ichki holatni ko'rsatuvchi signal bo'ladi. Bosh og'rig'i nima deb signal qilmoqchi? Insonni boshi doim og'raversa, bu ayniqsa migrenda bu juda ham ko'p omillarga bog'liq. Psixologik ruhiy sabablari ko'pincha ortiqcha mas'uliyat olish. Mana shu insonni bosh og'raversa, hamma ishni nazorat qilishni xohlaydi. Nazorat talab qiladi, juda ham ko'p talab qiladi. O'zini hamma uchun javobgar his qiladi. O'y-xayollar shunaqangi ko'payib ketadiki, miya doim ishlayveradi. Tinchlik yo'q. Va keyin mana shunaqa bosh juda ham ko'p og'riydigan odamlar bilan gaplashganimda, manchi deydi, kechasi bilan miyam ishlab yotadi derdi. Shu hayron qolardim. Kechasi bilan miya qanaqa ishlab yotadi? Kechasi uxlaydi-ku janor, uxlasam ham miyam ishlab yotadi degan mana shunaqa bir ikkita gaplarni eshitganman-da. Hayron qolardim va shunaqa insonlar boshi juda ko'p og'riydi. Endi qarang, o'y-xayollar hadeb o'ylayversangiz, miya bang'illab ketadi-da. O'shaning uchun bu to'lib ketgandan xavotir, qo'rquvlar endi nima bo'ladi, qanaqa qilib bo'lmayapti-yu, o'xshamayapti-yu, talab, nazorat aytganimni qilmayapti-yu, tinchlik yo'q. Mana shu tinch bo'lmasa, mana shu bosh og'raveradi. Keyin esa qabul qilinmagan his-tuyg'ular ko'payib ketsa, xafa bo'lsangiz, xafagarchiligingizni ichingizda saqlasangiz ham boshingiz og'ritadi. So'zlay olmagan, mana shu so'zlay olmagan gaplaringiz ko'payib ketgan bo'lsa, gapirmoqchisiz, lekin ayta olmaysiz. Mana shu ham boshda qattiqlik sifatida signal beradi, namoyon bo'ladi. Ichimga yutaman, maylinki dedim, xo'p dedim. Bir safar xo'p dey, keyin yaxshi bo'lib ketar deydi, lekin ichida olib yuraveradi. O'shaning uchun albatta amaliyotlar, nafas olish texnikasi, nafas olishni ham xudo xolisa mavzusini yuboraman. Bugun sal ishlarim ko'payib ketdi. Demak, mana shu gapirmoqchi gaplaringlarni yozib tashlashinglar kerak. Qanaqa gaplarni ayta olmayapsizlar? Chunki bu ham bo'lsa boshingizga og'riq beraveradi. Bosh og'rig'i va yana sovqotish, o'zini qiynash, o'zimni qiynab qo'ydim holati. Ichki dialogda men hammasini o'ylashim kerak. Mani bo'ynimda desangiz, keyin hamma narsa ideal bo'lishga harakat qiladi. Bosh og'rig'i ko'pincha odamlar hamma yoq yaxshi, cho'tki, cheki bo'lishi kerak. Men xato qilmasligim kerak degan mana shunaqa ichki o'ylovlarda bo'ladi. Xato yo'q. Hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Rangiga, choki-chokiga to'g'ri kelishi kerak. Xuddi shundoq bo'lishi kerak. Men xohlagandim. Xato emas, xato qilishim kerak emas. Xato bo'lib qolsa bo'lmaydi degan mana shunaqangi nimalarni kuzatganman. Va bular ham ko'p boshi og'riydi. Cho'chiydi, qo'rqadi. Отличница sindromida mana shunaqa ayollarda bosh og'riydi. Hamma narsa zo'r bo'lishi kerak, ideal bo'lishi kerak deganlarda bosh og'rig'ini tajribamda ko'rganman. Keyin bosh og'rig'i ko'pincha menga dam olish mumkin emas.
va shuncha ish turibdi-ku, ishlashim kerak, pul topishim kerak. Bitta o'tirib olay demayman. Bitta o'tirib televizor ko'rishga vaqt qatdi. Va men bunaqa o'tirishga vaqtim yo'q. Tinimsiz menga dam olish mumkin emas degan ichki dialogda mana shunaqa fikrlarda yashaydi. Mana shu ham demak dam bermayapsan boshga. Doim ishlab yotibsan, bu ham boshingizda signal berib og'riyotgan bo'ladi, dam olgin deyotgani bo'lar ekan. Amaliy yechimlar, demak tibbiy tekshiruvdan bir o'tasiz. Avval shifokorga ko'rinib, nevrolog, terapevt tekshirishi kerak. Qon bosim, qon aylanish, ko'z salomatligi ham bo'lishi mumkin. Ko'zda sal neto ketayotgan bo'lsa ham, bu ham boshga og'riq beradi. Endi agar nevrologga, terapevtga 1099 ta dorisini ichib hali ham boshim og'rishi tuzalmaydi. Dori nuqul jonimga tegdi bu dorilarni ichirish deyotgan bo'lsangiz, demak ruhiy sabablari, o'sha his-tuyg'ular yuqorida aytganimdek mana shu psixosomatik nimalari bo'ladi. Xo'p, ruhiy yengillik uchun 5-10 daqiqa har kuni nafas olish mashqlarini qiling. Yoki meditatsiya eshiting. Men meditatsiya ham yuborib qo'yaman sizlarga. Plus belgisini qoldirib qo'yasizlar meditatsiya eshitmoqchi bo'lganlar. Xo'p, har narsa uchun javobgar men emasman degan fikrni siz qabul qiling. Hadeb javobgarligini olmang. Bo'ldi, o'ziga topshiring. Endi keyingisi his-tuyg'ularni chiqarish. Qaysi odamga xafa bo'lsangiz, ichingizda saqlamay, yozib tashlang, gapiring. O'sha qog'ozga gapirib tashlang. Yoki-da ichingizda kechirdim, bo'ldi, qabul qildim deb tashlang. Agar kechira olmayotgan bo'lsangiz, hech kim yo'q joyda stul texnikasi bor. Stul qo'yib qo'yasiz to'g'ringizga. Mana shunaqa texnika ham bor. O'zingiz bu ikkita stul qo'yasiz, bitta stulda o'zingiz, ikkinchi stulda haligi odam o'tirgandek tasavvur qilasiz. Mana shuni hammasini gapirib tashlaysiz. Ichingizda aytolmayotgan gaplaringiz. Bu ham zo'r ish edi. Bu texnika ham zo'r. His-tuyg'ularni chiqarish kerak. Mana shunaqa nima qilib, yoki-da yozing, yoki-da gapirib tashab chiqaring, yoki-da baklashkani hech kim yo'q joyda baklashkani urib mana shunaqa qilib chiqarib tashlasangiz bo'ladi. O'zingizga mundoq qarang, e'tiborli bo'ling, ehtiyotli, ya'ni o'zingizni parvarish qiling. Massaj, iliq dush, miyaga yoqadigan so'zsiz nimalar, chastotasi yuqori, gertsi yuqori bo'lgan musiqalarni eshitsangiz ham bo'ladi. Bu ham dam beradi miyaga. O'zingizga vaqt ajratishingiz kerak. Deta 10-15 minut. Sekin-sekin bu tana o'zgarishlari sekin-sekin bo'ladi. Kasalliklar doimiy boringki, mana shu hozir kanalga tashlayotgan texnikalarni, affirmatsiyalarni to'xtovsiz 2-3 oygacha eshitib, 2-3 oygacha etib, meditatsiyalarni eshitib yurishingiz kerak, texnikalarni qilib yurishingiz kerak. Shundan keyin zo'r tuzalishlar bo'ladi. Xo'p, tana bilan ishlash kerak. Bosh og'rig'ida yengil yurish, havoda aylanish, jismoniy yengil harakatlar qon aylanishiga yordam beradi va mana shunaqa paytda ham boshga juda zo'r yordam. Demak, migren, bosh og'riqlari faqat jismoniy emas, balki ruhiy signal. Tana sizga nima deyapti? Menga dam ber, his-tuyg'ularing chiqarib tashla degan signalni beradi. Raskopka savollar. Xo'p, qaysi fikr sizga ortiqcha bosim beryapti? Qaysi vaziyatni nazorat qilishni qo'yib yuborishingiz kerak? Qaysi vaziyatlar? Mana shu savolga javob topasiz. Endi chuqur 15 daqiqada mana shuni yozishingiz kerak savolga. Qarang, men nimani qattiq nazorat qilmoqchiman? Agar nazoratni qo'yib yuborsam, nima bo'lishidan qo'rqaman? Mana shuni ruchka olib yozib, sirazi nima qilib oling, yozib oling. Agar nazoratni qo'yib yuborsam, nima bo'lib qolishidan qo'rqaman? Nimasidan qo'rqaman? Mana shu savolga javob topasiz. Keyin yuqoridagi savollar. Keyingisi, men kimni oldida ideal bo'lishga urinyapman? Kimni oldida? Kim? Mana shu savolga javob topasiz. Xo'p, so'nggi 6 oyda mana oxir 6 oyda
qattiq sizni qiynagan, silkitgan voqea nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Mana shu ham rosa zo'r, juda zo'r bu texnikasi. Mana shuni qiling. Mana shu texnikani yozing, amaliyoti shunaqa zo'r ishlab beradi. Nima sizni shu darajada silkitdi, shunaqa udar berdi, boshingiz og'riyapti. Boshingizni og'ritdi. Mana shunga ham javob yozasiz. Yozib bo'lganingizdan keyin men xavfsizman, menga dam olish mumkin deb yozib qo'yasiz. Men xavfsizman, menga dam olish mumkin deysiz. Xo'p, endi soch to'kilishiga o'tamiz. Soch to'kilish bu psixosignal, soch energiya, himoya, o'zini his qilish ramzida keladi. Psixosomatikada kuchli stress, qo'rquv, o'zini xavfsiz his qila olmasa ayol kishi, erkak kishi farqi yo'q. Ayollarda o'z qadrini yo'qotish hissi bo'lsa, o'zingizni qadringizni yo'qotayotgan bo'lsangiz, bosim bo'layotgan bo'lsa, bosimda yashayotgan bo'lsangiz, ichki holatda menga juda ham og'ir, men kuchimni yo'qotyapman, men himoyasizman degan ichki dialogda mana shunaqa fikrlar bo'ladi va shuning uchun ham soch to'kilishi mumkin. Ayollarda soch hayotiy energiya ramzi. Ko'p an'anaviy va ruhiy qarashlarda soch ayollik quvvat hisoblanadi. Ichki energiya hisoblanadi. Intuitsiya, himoya bo'ladi. Endi sochni qurishi, tez chigallashi, mana bir pasda sochim qurib ketadi, tez chigallab qoladi, taradim yana chigal bo'lib qoladi. Demak, bu yerda gormonalniy buzilish, stress, vitamin yetishmasligi ketyapti. Parvarishlang, sochingizga maskalar qo'ying. Suvsizlanish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Suv ko'p iching. Suv ko'p iching. Yuqorida aytganimdek, demak, psixosomatika, soch qurib ketishi, ichki holatlarda haddan tashqari charchasangiz, sochingiz qurib ketadi. Men o'zimga vaqt ajrata olmayapman. Ichki iliqlik yetishmasa, qattiq rejim, qattiq nazoratda yashasangiz, men faqat mana shu vazifadaman, men faqat mana shu ish qilishim kerak, men o'zimni ayamayapman desangiz, bu sochingizga ta'sir qiladi va soch qurib ketadi. Soch qurgandan keyin sinadi, to'kiladi. Endi soch tez chigallashib ketishi bu ko'pincha hayotda tartibsizlik hissi bo'lsa, qarang, tashqarida tartibsizliklar ketmayaptimi? Hamma yoq kasha-malasha, o'g'lingiz naryoqda baqirgan, eringiz ham yoqda bir-biri bilan ishxonasida urushgan, bu sizga ta'sir qilyapti, yoki o'zingiz bilan kelisha olmayapsiz, yoki qaynonangiz bilan bir muammo, yoki ota-onangiz bilan qandaydir muammo, mana shuni belgisini beradi. Hayotda tartibsizlik hissi, men tashqarida tartibsizman deyotgan bo'lasiz. Hammasi joy-joyida, xuddiki shkafga biza kir taxlaganingizda po polkam taxlaysiz, chiroyli qilib, akkuratniy qilib, belyoyingiz отдельно, kiyimlaringiz отдельно, noskilaringiz отдельно, xuddi shunaqa polkaga, taxmonga taxlangandek ichki holat taxlansa, tashqarida ham hamma yoq tinch bo'ladi. Bu sochda ham, soch ham normallashadi. Qarang, sochga ham ta'sir qiladi-da. Endi qarang, soch tez chigallashib ketishi, yana ortiqcha o'ylar ko'p bo'lsa ham tez chigallashib ketar ekan. Bir vaqtni o'zida ko'p yuk bo'lsa, emotsional chalkashliklar ko'p bo'lsa, soch tez chigallashar ekan. Ichki signalda bunday insonlarda qanaqa nimalar ketadi, bunday ayollarda? Hayotim aralashib ketgan, nima qilishni bilmayapman, nimadan boshlashni bilmayapman degan mana shunaqa ichki dialogda bo'ladi. Endi soch to'kilish dan nima qilish uchun nimalarni qo'yib borish kerak? Ya'ni sochingiz normada bo'lishi uchun hammasi ideal bo'lishi kerak degan fikrdan ozod qiling o'zingizni. Boshqalar rozilik uchun yashashdan chiqishingiz kerak. Boshqalarni rozi qilaman deb o'zingizni qiynamang. Ortiqcha mas'uliyat, masalan, o'zingizni ikkinchi o'ringa qo'ymang. Birinchi o'zingizni yaxshi ko'rishni biling. Voy, mayli men kiymasam, voy men shu singlim kiysin, voy mayli men kiymasam, voy men shu bolam kiysin deb ko'p ayollar o'zini ayamaydi. Men juda mana shunaqa ayollar, puli bor, pul keladi.
ishlaydida o'ziga qolganda voy bitta ham narsa ololmadim, voy bilmayman, ayadimmi deydi. O'zini mana shu pul topayotgan tanasini yaxshi ko'rmaydi. Bir 100 minglik narsa ham, 50 ming narsani ham ishlatolmaydi. Million topadi. 3 million. Ananda bir bitta tajribamda bo'ldi. Mana shunaqa ayol sochingizga mana shu nima qiling, soch to'kilayotgan bo'lsa, maskalarni oling, sochingizni parvarishlang, chiroyli qilib. Ha deb uni ustiga buni bo'yadim, buni ustiga buni bo'yadim, erimga chiroyli ko'rinaman deb rosa pulim ketdi. Endi voy hop maskasini ham olamanmi deb turibdi-da. Ko'ryapsiz? Demak, u bu yerda ko'ryapsiz ham ichki o'zini qabul qila olmaslik, shu erimga yoqi, shu eri yurib ketgan ekanlar, erlar xiyonat qilayotgan ekan. Shu sochimni deydi 1 oyda 3 marta, 4 marta bo'yaptilar-da. Ko'ryapsiz, bu qayerdan kelyapti? Bu nimadan? Qabul qila olmaslikdan. Mana shuncha sochim rosa to'kilib ketyaptilar. Bo'ladi endi rosa hissiy bu ayolda juda hissiy har xil ichki holat tartibsiz bo'lib yotibdi. Ham isbotlash, ham solishtirish, ham qo'rquv, ham yo'qotib qo'yish, ham xiyonat, ham og'riq, mana shunaqalar ketyapti. Ham pulni o'zlariga shuncha topar ekanlar, ishlatmas ekanlar hamda. Endi juda ko'p nima. Endi sochi birdaniga to'kilish sabablari ham bor. Qani birdaniga to'kilib ketdi deyshadi, sochim qalin edi, yaxshi edi deyshadi. Shunaqa ham deyshadi. Buni sabablari psixologik, energetik qisqacha tahlil qilib ma'lumot joylab ketaman. Hop, stress va ruhiy bosim bo'lsa, ko'p hollarda ko'zga ko'rinmas ruhiy zo'riqish, xavotirli ko'payib ketsa, to'satdan kelgan qo'rquv yoki qattiq emotsional bosim bo'lsa ham, mana shu natijasida organizm o'zini himoya qilish uchun soch follikulalarini o'chiradi. Buni natijasida birdaniga soch to'kilishi mumkin. Ayniqsa ayollarda. Yaqin inson bilan ajralish, isyon, xafa bo'lish va men keraksizman degan fikrlar mana shu jarayonlarni soch to'kilish tezlashtirib yuborar ekan. Ikkinchisi gormonal o'zgarishlar. Shunaqa bo'ladi, homiladorlikdan keyin to'kilishi mumkin, tug'ruqdan keyin, bolalarni emizish vaqtida menopauza degan nima bor, klimaksga yaqin. Mana shu barcha gormon silkinishlar bo'lganda soch to'kilishi mumkin ekan birdaniga. Va yana shitavit bezi faoliyati ham katta rol o'ynaydi. Mana shu ham yaxshi ishlamasa, bu ham demak soch to'kilib boradi. Sochni to'kadi. Endi qarang, ovqatlanish, ozuqa tomonlama ham aytib ketay shuni. Temir modda yetmasa, B12 vitamini, omega 3, sink, biotin yetishmasa ham soch to'kib Keyin dieta qilish yoki parhezni, yomon parhezni tanlagan bo'lsangiz, ozaman deb, bu ham soch to'kish mumkin. Xo'p, energetik uzilish va baxtdan uzilish. Bu nima degan? Ayollarda soch ayollik energiyasi, joziba va ichki quvvat bilan bog'liq. Jinsiy energiya to'silishi, ruhiy jarohatlar, qadrsizlanganlik his-tuyg'ularida bo'lsa, bu soch energiyasini so'rib qo'yadi. Ularni to'kilishiga sabab bo'lar ekan. Ko'ryapsizmi? Demak, birdaniga soch to'kilish umumiy qilib aytganda qattiq stress, qo'rquv, jinsiy qaysidir o'rinda jinsiy munosabatda energiya uzilishi, ruhiy ichki barcha jarohatlar, o'zingizni qadrsiz his qilayotgan bo'lsangiz ham sochingizni to'kib qo'yar ekan. Ya'ni soch to'kilar ekan. Endi yana bitta joyi ham bor, dori-darmonlar yoki kasalliklar bo'lsa ham soch to'kiladi. Qattiq antibiotiklar, har xil antibiotiklar ichsangiz, gormonal dori vositalarini ketma-ket ichib tashlasangiz, stressga qarshi dori-darmonlarning farqi yo'q. Yoki kasalliklar bo'lsa ham mana shunaqa paytda ham soch to'kilib ketar ekan birdaniga. Xo'p, qarang. Soch to'kilishiga Ya Shafi, Ya Latif 133 marta o'qisangiz bo'ladi. Ya Shafini 100 ta o'qisangiz bo'ladi. Affirmatsiya: men sochlarim tetik, faol, kuchli, tanam va qalbim muvozanatda. Men o'zimni to'liq qabul qilaman. Mana shu affirmatsiya. Men soch to'kilishiga men buni yozib qo'yaman.
Endi qarang, qaramliklardan chiqishingiz kerak. Emotsional, ruhiy qaramlikdan chiqing. Boshqalarga bog'lanib qolishdan chiqishingiz kerak. Qo'rqaman, o'rtog'im mani tashlab ketib qolmasin, onam mani ajratib qo'ymasin, erim maniga nima qilmasin degan mana shu hislardan chiqish kerak. Xo'p. Demak, sizlarga mana shuni qoldirmoqchi bo'ldim tayyorlagan darsligimni. Soch to'kilishi va bosh og'rig'i. Buni raskopka savollarini yozib oling va hozir yana soch to'kilishiga amaliy texnika ham qoldirib ketaman.